Viza turlari to'g'risida gaplashamiz. Siz ungacha menga like bilan podpisatsiya bosib qo'ying, men sizga tushuntiraman. Amerikaga kelmoqchi bo'lgan do'stlarga tashlab qo'ysanglar. Xo'p, B1 B2 sayohat va ishbilarmonlik vizasi, F1 talaba vizasi, G1 almashuv dasturchi vizasi, H1B malakali ishchi vizasi, O1 iqtidorli shaxslar vizasi, L1 kompaniya ichidagi ko'chirish, ya'ni moving, ishchilarni o'zini ko'chirish, masalan boshqa ishga, boshqa ishdan boshqa ishga, как это og'ir mehnat. R1 diniy, masalan islom dinida bo'lsangiz, xristian dinida bo'lsangiz, yo bo'lmasa dinsiz bo'lsangiz, diniy ta'limot berish uchun R1 shunaqa vizalar bor. Lekin asosiysi, ishonchlisi green card. Green card yutib kelsangiz yaxshi. 10 yildan Amerika fuqarosi bo'lishingiz mumkin. 10 yil ichida, masalan 1 yil yurib, yo 2 yil yurib, 5 yil yurib, xohishingizga qarab. Amerikaga kelmoqchi bo'lgan do'stlarga tashlab qo'ying.